uchrashmoqchi edik, shuning uchun sizlarni taklif qildik. Ruxsat bersanglar, bir masalasi bo'lsa, buni ko'rsanglar, yozib olib, protokollashtirib, o'zimizga keyin Milliy bankda avariy yordam berishga tayyor bo'lamiz. Markaziy bank ham buni nazorat qiladi. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi aslan? Oziq-ovqat savdosi bilan shug'ullanadi. Do'koningiz bormi? Ha, do'konimiz bor. Necha pul sizga mablag' kerak bo'ladi? 100 milliondan atrofida bo'lganlar. 100 milliondan? Shundan qanaqa yordam beradi? Prezidentimiz 312 qarorlari bo'yicha 100 million so'm taklif beramiz. Hujjatlarni hammasini rasmiylashtirib 3 kunda masalasi yechiladi. 100 million. Hech kim o'zi bitta odamga yordamni tegsa tutilsin. Ma'qulmi shunaqa? Ma'qul. Sizlarga katta rahmat. Sog' bo'linglar, uzr so'raymiz sizlar vaqtlaringizni olganingiz uchun. Nurafshon Dehqonobod mahallasida turaman, Botir ko'chada. Milliy bank tomonidan 5 million so'm kredit bilan bitta to'g'richoq mashina bilan ish boshladik. Hozirgi kunda mana 12 ta tikuv mashinamiz bor. 10 million so'm kredit olib tovar oldik. Hozirda ishlab chiqarishimiz bor. Tovarlarimiz, bozorga ham chiqaramiz mahsulotlarimizni. Eksport bilan ham ishlaymiz. Qozog'iston bilan Qirg'iziston bilan eksport yo'lga qo'ymoqchimiz. Bugun Dehqonobod MFA mahallaga chiqdim. Jalilov Bahodir aka bilan uchrashdik. Muammolarni hal qilib berdilar. Keyin menga to'g'richoq mashinka podarka qilishdi. Hammaga rahmat.